Assalomu alaykum do'stlar. Vayax Free 318 modeli bu videoni orqacha ko'ring va o'zingizga kerakli bo'lgan foydali ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Ushbu videomizda ko'plar so'raydi, aynan Vayax Free avtomobilda qanday qilib rejimlarni o'zgartirsa bo'ladi. Rejimi deganda aynan elektr rejimida qanday yursa bo'ladi, qanday gibrid rejimida yursa bo'ladi deydi. Mana shu videoda men sizga ko'rsatib o'taman. Qarang, birinchi navbatda qiladigan ishimiz ucha rasmiga bosamiz. Ucha rasmiga bossak, mashina o'zimi glavniy uni okoshkasiga qaytadi, oynasiga qaytadi. Glavniy oynaga qaytganimizdan keyin mana mashina rasmi turibdi. O'sha mashina rasmini o'ziga bossangiz, mashinaning общий настройкалari ochiladi. Общий настройкалari ichiga bosganimizdan keyin mana pastroqqa tushiladi. Pastroqqa tushganimizdan keyin Drive Pro degan ko'rib turibsiz, yozib o'shanga bosiladi. Mana shu yerda o'zi mana kerak bo'lgan настройкалар ochiladi. Bu yerda ko'rsangiz mashinani qanaqa rejimlarda yurishi, birinchi navbatda 6 xil rejimlarni xohlagan tanlab yursangiz bo'ladi. Ikkinchisi rekuperatsiyasi, rekuperatsiyani ham o'zgartirsangiz bo'ladi. Sredniy, высокий kamaytirsangiz ham bo'ladi. Mana bu o'sha kamaytirilgan holati, mana bu standart holati, mana bu o'sha baland holati. Pastroqqa tushsak, o'sha mashinani mana rejimlarini mana shu tanlasangiz bo'ladi. Aynan sizga kerak bo'lgan rejimlar mana shu yerdan tanlanadi. Mana if ga bossangiz, bu yerda o'sha elektrda yuradi. Mashinangiz toza batareykada quvvatlangan batareykadan energiya olgan holatda mashina o'zini tortib ketaveradi. Gibrid rejimiga bossangiz, bu yerda mashina motorcha rasmi chiqib keladi. DVS tortadi. Aynan gibrid rejimiga bossa, mashinani DVS o'zi tortadi, old DVS o'zi tortadi. Kerakli bo'lgan rejim mana bu safe rejimiga bossangiz, mashina o'zi mana shu yerda gibrid rejim hisoblanadi. O'zini zaryadlash mana shu rejim orqali boshqariladi. Meta foizlar turibdi. Bu foizlar nima desangiz, aynan bu foizlar mashinani gibrid rejimida qanchagacha zaryadlab berishi, eng maksimalni 80% zaryadlab beradi, minimali 25% mashina aynan gibrid rejimida o'zini o'zi zaryadlab beradi. Agar videomiz sizga yoqqan bo'lsa, o'ziga kerakli bo'lgan ma'lumotlar bilgan bo'lsangiz, podpiska tugmasini bosib qo'yasiz. Kommentariyada yana qanaqadir qiziqarli ma'lumotlar bilishni xohlasangiz, aynan kommentariyada yozib ketsangiz, keyingi videolarda aynan mana shu savollaringizga ham video orqali javob berib o'tishga harakat qilamiz.